Bahor mavsumida uchraydigan kasalliklardan biri bu bronxial astma. Bronxial astma bu nafas yo'llarining surunkali yallig'lanish bilan kechadigan kasallik bo'lib, bunda hushtaksimon nafas, qiyin ajraluvchi balg'amli yo'tal hamda nafas siqish kabi klinik belgilar bilan namoyon bo'ladi. Buning negizida yallig'lanish jarayoni yotadi va allergik komponentlar asosida shakllanadi. Bronxial astmaga olib keluvchi asosiy omillar bu birinchisi olib keluvchi omillar bu topiya, nasliy moyillik hamda uy changilari. Ikkinchisi sabab bo'luvchi omillar. Bular oziq-ovqat mahsulotlaridan tarkibida gistamin moddasini ko'p saqlovchi, ya'ni kolbasa, konservalar hamda har xil sitrus mevalar, qulupnay, pista, bodom va albatta alkogol mahsulotlari. Va yana dori vositalaridan aspirin, yallig'lanishga qarshi dori vositalar, zardoblar kabi antibiotiklar kiradi. Uchinchisi bronxial astmaning rivojlanishini kuchaytiruvchi omillar respirator infeksiyalar, chekish, ya'ni faol va passiv hamda ovqat mahsulotlari va konservantlar. Bronxial astmaning birinchi boshlanishi, ya'ni nafas siqishi, tomoq qitishi, ko'z, burun qitishi kabi klinik belgilar bilan namoyon bo'ladi. Agarda vaqtida shifokorga murojaat qilmay, o'zboshimchalik bilan uy sharoitida yashashni olsangiz, bu holat kuchayib, ya'ni ozgina yo'talingiz 5-6 kun, bir haftadan o'tgandan keyin o'zini asosiy klinik belgilarini namoyon qila boshlaydi. Ular qiyin ajraluvchi balg'amli yo'tal, hushtaksimon nafas, hansirash, yo'talgan mahal ko'krak qafaslarida og'riq kabi klinik belgilar namoyon bo'ladi. Agar sizda xuddi shunday kasallik bezovta qilayotgan bo'lsa, darhol shifokorga murojaat qiling.